Hozir Taxta bozorning orqasiga zaifga tushuvdi. Kiruvdim. Ikkinchi podyezddan bitta opa chiqdi. Qo'lida ikkita setka. Setkasidan suv oqyapti. "Yo opajon, nima setkasidan suv oqyapsiz?" "Axlat" deydi. "Yo opajon" dedim, "bu axlat bilan nima qilasiz bu mashinaga chiqib?" desam, "Ha, o'ka olib borib tashlab yuboramiz" deydi. "Ha, qarangchi, bu toza hudud deb yozilgan yo'q ekanmi? Taksi ekanmi?" desam, "Ha" deydi. "Ay, o'ka borib tashlab yuboramiz, hech narsa bo'lmaydi" deydi. "Menimcha injiqsiz" deydi. "Men sizga mol basman injiqlik qilgani" dedim. "Ya ho'kizga o'xshatyapsizmi" desam, "Delavoy ekansiz" deydi. "Delavoy basman opajonim" deb. "Xo'rlab yubordilaring bizni" dedim. "Hamma yoqqa chaqiraverasizlar, hamma uyiga ish ham qilgizaveradi, ketmon ham choptiraveradi. Bu taksismi, bu nima balo? To'ydik-ku. Dubayda hammamiz tug'ilishimiz kerak. Dubayda 20 milliard, 30 milliard pullar bordi. O, pullarni ustida yotib kayf qilmaymizmi deya. Aytuvdim men Rushan akamga, boraylik Dubayga, boraylik deb. Bu nima? Ha, Rushan aka, ya.